Qani, qadam yetdi, balo yetmasin. Allohu akbar. Allohu akbar. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz, marhamat. Ha, Haytali. Xo'sh, Nusrat yaxshimi? Tuzalib qoldimi? Xudoga shukr, ancha yaxshi. Hali oyoqqa turadi. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Men chiqib aylanib kelay. Aylanmagin, to'g'ri bor. Ha. Ha, yaxshi. Baxtiyor, bizni maslahat nima bo'ldi? O'sha muammolarni hal qilishga keldik, Haytalijon. Muammo shunchaki hal bo'lmaydi, Abdujabbor. Agar Jaga aytgan bo'lsa, любой problema hal bo'ladi. Unday bo'lsa hal qil. Haddingdan oshyapsan, Haytali. Ey, jaja ne ugamaniz? Siz yegan narsangizni hazm qila olmaysiz, bu yerga problema hal qilishga keldingizmi? Nechinchi statiya? 111 UKRF. Siz ham ichkarinin odami bo'lsangiz kerak, ha? 260-292. O'zimizdan ekansiz-ku? Abasnavat qilamiz hozir. Kim prav, kim ne prav. Восстановление bo'ladi. Patsan. Agar nohaq bo'lsang, javob berasan. За базар отвечаю. Все, давай. Dardingni ayt, Haytali. Nimani aytay? Qo'yib yuboring. Sizni endi haqqingiz yo'q qo'limni ushlashga. Bilaman. Haqqim yo'q. Uzr. Menimcha seni qattiq ranjitdim. 100 marta uzr so'rasam ham meni kechirmaysan. Qay ahvoldaligimni o'zing bilasan. Bilaman. Xudo dadangizga shifo bersin. Rahmat. Bir narsani unutma. Men hammasini to'g'rilayman. Bunisini Xudo biladi. To'g'rilayman dedimmi, to'g'rilayman. Mana Baxtiyor guvoh. Qo'y kunini ham birga belgiladik. Borib, bor pulga hamma narsani xarid qildik. Maslahat qildik, to'yga osh qildik, kelinni ham tayyor qildik. Yana qarz oldik. Biror kamchilik bo'lmasin deb mana endi qarzdor bo'lib o'tiribmiz. Aytilgan vaqtda kelib kelinni olib ketishinglar kerak edi, lekin kuyov kelmadi. Biz butun qishloqqa sharmanda bo'ldik. Bosh ko'tara olmayapmiz. Shu ish yaxshimi endi, Abdujabbor? Baxtiyor. Bu nima bo'ladi? 2 pachka. Baxtiyor. Bizni ham o'zimizga yarasha obro'yimiz bor. Lekin bo'lib o'tgan ishlardan keyin qishloqda endi bizni hech kim hurmat qilmay qo'ydi. Bunaqasi ketmaydi. Уважение, obro'. Ko'chani hurmat e'tibori. Jaja. Abdujabbor aka, turing, ketamiz. Joyiga qo'y. Qo'y joyiga. Bu ishdan keyin men sharmanda bo'ldim. Baxtiyor. Tashla. Faqat Nusrat akani hurmati uchun. Ha, endi bu yog'ini amallaymiz. Endi tayyorgarlikni boshlaymiz. Endi umuman qiynamaymiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xavotir olmanglar. Xudo xohlasa. Tayyorgarligingni ko'rasan.
Nusrat tuzalishi bilan kelinni olib ketamiz. Xo'p bo'ladi. Bo'ldi, tamom. Maslahatimiz pishdimi? Pishdi. Xo'p. Amin. Qo'sha qarishsin. Allohu akbar. Allohu akbar. Xush Xush kelibsiz. Massachusetts. Omading bor ekan. Ko'rdingmi, Abu? Pulni qanaqa topishadi? Abujon, qandingni ur. Sen qanaqa qilib Jagani mot qilding-a? Men hayron qoldim. Uni Jaga deyshadi. Sen uni qanaqa qilib joyiga o'tqazding? Barakalla. Haytali. Biz bu dunyoga kelib o'zimizga o'zimiz tashvish orttiramiz. Shu pulchalik qiymatimiz yo'q. Hozirgi zamonda mana shu narsa hammasini hal qilyapti. Farzandni otasidan ayiryapti. Onasidan ayiryapti. Aka-ukani bir-biriga dushman qilyapti. O'rtadagi mehr-oqibat yo'qolyapti. Hammasidan ham yomoni oraga sovuqchilik tushiryapti. Odamlar shu narsani deb nimalar qilishmayapti. Odamgarchilik o'rtada yo'q bo'lib ketyapti. Tushunyapsanmi, Haytali? Lekin bilasanmi? Biz bu dunyodan hech narsasiz oq kafanda ketamiz. Bu narsalarni bittasini ham olib keta olmaymiz. Bilasanmi? Bu qog'ozdan ko'pini topsa bo'ladi. Lekin men uchun eng muhimi odamgarchilik. Men uchun sen muhimsan. Sog'lig'ingni xohlayman. Boshing tik bo'lib yurishini xohlayman. Bu dunyo abadiy emas. Tushunyapsanmi? Shuning uchun har doim obro'yingni birinchi o'ringa qo'y. Xayrli tun. Men ketdim, uxlayman. Abu to'g'ri aytadi. Ey. Yurakni quvvatida yurakni. Pachkalariga jonim fido. Turishlaringdan. O'z akajon, ehtiyot bo'l, boshing bilan tandirning ichiga kirib ketma. Nimani sabrazit qilyapsan, ha? Buni Lokira qara. akajon. Meni singlimmi, qo'li gulda. Mazaligini qara, hidlarini. Onamni nonlariga o'xshatdi. Hozir akajon. Hidlari ham xuddi o'shani o'zi-ya. Ariq bo'yi degan non bo'pti, akajon. Ishlaringni bo'lganingdan keyin bitta patircha bilan qurtob qilamiz, ha? Buni Hozir. Radnoy bilan birga yeymiz, maylimi? Osh bo'lsin akajon. Haytali, jigar. Seni
uyqu bilan nikohlab qo'yamizmi deyman-da. Kunni bilan uxlaganing uxlagana faqat. Abujon, Lochira olib keldim. Bir lochira yeylik. Radnoy, bu ishing boshqacha bo'ldi-da. Ariqdan suv ol. Bir ariqdan mazza qilib suv ichaylik. Lochira suv bilan zo'r ketadi. Gap yo'q. Lachirani kim qildi o'zi? Kim qilardi? Zayka qildi. Buni qara. Buni yeb mast bo'lasan. Qani? Barakalla. Ke. Bismillahirrohmanirrohim. Barakalla. Qo'yile. Pazandaligini qarasinglarmi? Berchi. Bera qol. Qani ol. Bismillahirrohmanirrohim. Qizim o'zi pazandada. Issiqligini qara. Lachirani qara. Issiqligi deyish kerak-da buni. Qarab tursang oyga o'xshaydi. Ol bo'pti. Qani, barakalla. Sindirgunu ye, Radnoy. Ha. Buni rostdan Zaynab qildimi? Qara, juda ajoyib qildi. Xudo xolasa, Zaykajon turmushga chiqsa, uyoqlarni gullatadi. Zaykajonning baxtiga bolayam insofli yigit bo'lsin iloyim. Buni rostdan Zaynab qildimi? Kim qilsin boshqa? Baraka topsin. Qizimni qo'li shirin-da, juda ham shirin. Qoyil. Abu, Nima? endi shunaqa yurasanmi? Na ishing aniq, na boshqang aniq. Qanaqasiga aniq emas. Na daromading bor deyman-da. Divideniyalarim bor-ku. Nima ma'nosi o'sha divideniyalaringni? Ha? Hech qanaqa ma'nosi yo'q, foyda yo'q. Meni divideniyalarimni sen tushunmaysan. Ko'zing bilan ko'rmaguncha hayotda nima gap, ko'chada nima gap, umuman bilmaysan. Qimirlamaysan ham sen. Ko'chaga chiqmasang, qayerdan bilasan bunaqa narsalarni? Men qimirlamasam ham hamma narsani bilaman. Sen nima qilasan? Biror ishing aniq emas. Bitta jayroning bor, 10 kundan beri benzinsiz yotibdi. Yana jayroningni maqtaysan. Endi jigar, sabr ham yaxshi narsa. Bilsang agar. Umr o'tib ketyapti. Hammasi rovni ketyapti. Divizeniyalar millionta. O'zingni qachon obod qilasan? Qanaqasiga qachon obod qilaman? Qachon uylanasan? Yurasanmi? Sen tengilar farzandli, bola chaqali, sen hali ham yuribsan. Bo'ladi. Sen ko'p ham uxlurmagin. Nima qilibdi? Menga qara jigar, o'zi ham kuni bo'yi uxlaysan. Asal mundoq odamga o'xshab, u yoq bu yoqqa qimirla, qoning yurishsin. Shuncha dehqonchilikni kim qildi, a? Men qildim. Hammasini men qildim. Meni ishim seni ko'zingga ko'rinmaydi. Meni ishim senga ko'rinmaydi. Nimani hisobiga? Qanaqasiga? Gapir, nima qani puling? Shuncha to'y qildim. Qancha pulim ketdi? Bilasanmi shuni? Kechirasan-u, 500 so'm berganding. Shu pulga ham yarim bozorni ko'chirib keldim. Abu, 4 kilo kartoshka bilan pista olib kelib, endi shunga maqtanyapsanmi? 500 so'mingga yarim qop kartoshka ham bermaydi. Olib kelgan 4 kilo go'shting nima bo'lardi? Qo'y, bo'ldi qil. Yaxshi ham qo'yi so'yinman. Olib kelgan qo'ying kimga keragi bor? Odamlar u qo'yni ko'rsa kuladi. Hech nima qilmadi deyshadi. 4 kilo go'sht o'zi yetardi. Hech kim qo'y go'shtidan osh qilmagan. Ko'p ichma.
Zayka qurtob qilyapti. Qurtob? Ha, qurtob qilyapti. Ertaroq aytmaysanmi, men yemay Nonni turardim. yeb to'yib qolmagin tag'in. Lekin nonni shirin qilibdi. Zayka! Shu nonimni yeb qo'yay, nasibam-ku. Yemay turay. Yeb qo'yay nasibamni. Qurtobni kim yeydi? Hozir nonni qo'y. Bu tabiat, bu suv bo'yida tuyani ham yeb qo'yasan. Qorin to'yganini ham bilmaysan. O, ana. Mana olib keldim akajon. Shohona qurtobimiz keldi. Qani ol haytali, radnoy. Gap yo'q. Qiz, ko'proq go'sht qo'ysang bo'lmaydimi? Nima bu ikkitagina? Shohonaga o'xshamabdi-yu. Qurtobga go'shtni nima keragi bor? Qanaqasiga nima kerak? Kim aytdi go'sht sol deb? Har doim qurtobga go'sht solinadi, haytali. Radnoy. Bizni paytda qurtobga go'sht solmas edi. Go'shtni oshga, sho'rvaga solishardi. Qurtobga ham go'sht soladimi? Insof bormi o'zi, yo'qmi? Hay, meni kafanga qilasan-ku senlar. Hozir moda. Qanaqa odamsanlar? Moda podasi pul uchun 2 bo'lak go'sht solib, 50 somon, 60 somon pulingni oladi. Yana shuni qurtob deydi. Go'shtli qurtob nega kerak? Go'shtli qurtobni nima ma'nosi bor, ha? Umuman mazasi ham bo'lmaydi. Mana ko'rdingmi? Yeysan-u ziqnalik qilasan, radnoy. Qizimni mehnat qilib tayyorlagan qurtobini qanday yemaymiz? Go'sht bilan ham shirin chiqarkan, to'g'rimi? Faqat go'shtni sal kamroq solish kerak edi-da. Emin aka, Labay, dadangizni kirib ko'rishingiz mumkin. O'zlariga keldilar. rostdanmi? Ha. Rahmat doktor. Baraka toping. Rahmat. Juda ham xursand bo'ldim. Sog' bo'ling. Rahmat. Baxtiyor aka, ha, xushxabar bor. Haytali. Cho'cha Husni, keling. Abu, Haytali qani? Haytali, bilmayman, qayergadir chiqib ketdi. Tinchlikmi? Ha, qanaqa tinchlik, qanaqa tinchlik. Xo'rozim necha kundan beri sizlarnikida. Na tuxumini ko'raman, na xo'rozimni. Xo'rozimni ber. Xo'rozni? Qo'ying endi shu xo'rozni, lechinasi tugasin, tuzalsin. Nima qilasiz kasal xo'rozni hozir olib borib olib? Ey, 3 oydan beri lecheniya qilasizlar. Hey, bitta buqani 3 kunda davolashadi. Senlar bo'lsa, bitta xo'rozni 3 oydan beri davolaysizlar. Bor, olib kel xo'rozimni. Lecheniya pecheniya kerak emas. O'zim davolab olaman. Qani, bor olib kel. Tez bo'l. Xo'p, hozir olib kelaman xo'rozingizni. Abu aka. Xo'rozga o'xshab qichqiraymi? Ana eshitdi. Hozir keladi. Ana kelyapti. Menimcha eshitdi. Xolajon, nega turibsiz? Kiring uyga, choy qilaman. Rahmat qizim, kirmayman, ishim bor. Assalomu alaykum aka. Toy bola, nima bu? Otang qani? Otam uyda uxlayapti. Uxlayapti? Ha, Oh, abuy. bugun charchagan edilar, uxladilar. Xo'roz sabrazit qilinglar degandingiz, mana sabrazit qildik aka. Men qop-qora petoq dedim. Senlar nima olib keldilaring, a? Nima bu? O'laksaxo'rmi? Akarachkami? Nima o'zi bu, a? Yo, Abu aka, biz butun qishloqni qidirib axtarib chiqdik. Birorta ham qora petoq yo'q. Hammasi oq oppoq. Siz aytgan qora xo'rozni topolmadik. Shuni topdik. O'zingiz aytganday kasalga o'xshaydi. Qarang. G'irt kasal. To'g'rimi? Shunga shuni olib kelaverdik. Shunisini topdik xolos. Abu. Hay Abu. Senlarga bir ish aytib bo'lmaydi. Yaxshi qo'llarga ketyapsan.
Ana, akam ham keldi. Bor, sen ishlaringni qil, bor. Xo'p. Yur, ketamiz. Pulini olmadik-ku. Pulini tilingga olma, yana boshqa ish buyurmasin, yur. U sendan pul oladi, sen undan ololmaysan. Yur, O'zing hal qilasan, keyin shogirdisan-u. Shuncha qilgan mehnatimiz-chi? baribir sotib olmading-ku, hal qilasan. Yur, yura qol, bo'l. Bu nima? Nima bu? Cho'cha Husni, aytgandim-u, xo'rozingizni testosteroni nolga tushib ketgan. Testosteron tushib ketgan paytlari to'kiladi. Mana shu ahvolga tushadi, tushunyapsizmi? Ay. Shuning uchun lecheniya qilayotgandim. Ay, xo'rozimni birorta ham pati qolmabdi-ku. Sen nima qilding buni, a? Ay, bechora xo'rozim, hammasiga haytalini tovuqlari aybdor. Hamma tovuqlaring o'lib ketsin, iloyim. Bechora xo'rozim. Ay, o'zim davolayman. Boshqa meni xo'rozimni aslo so'ramanglar. Voy bechora xo'rozim. Choy ichardik, cho'cha Husni. Yo'q. Na choylaring, na olmalaring, na anorlaring kerak emas. Hech narsalaring kerak emas. Voy bechora xo'rozim. Ey, sizlar nima qilib qo'ydilaring buni? Ey xo'rozim. Qon bosimingiz joyida. Rahmat qizim. Nega u yerda turibsan? Qani yonimga kel. Dada. Meni kechiring dada. Xo'p, xo'p. Bunday bo'lishini xohlamagandim. Bilaman, bolam. Ahmoqlik qildim. Hech qisi yo'q, yig'lama bolam. Yig'lama. Hammasi yaxshi bo'ladi. Sen o'zgar, aqlli bo'lsang bo'ldi. Men hammasiga roziman. Va'da beraman. Sizni boshqa xafa qilmayman. Xo'p. Nima desangiz, hammasini bajaraman. Baraka top bolam. Nima xohishingiz bo'lsa. Barakalla. Mayli, Haytal akani qiziga uylanaman. Xo'p, o'g'lim, inshaalloh. Inshaalloh bugun erta oyoqqa turay. Va'da beraman, boshqa qochmayman. Barakalla. Yana olib kelaymi? Yo'q, bolam, rahmat. Voy akajonim, meni juda ham qo'rqitib yubordingiz. Xudoga shukr tuzaldingiz. Yaxshimisan, singlim? Tinchmisan? Ha, xudoga shukr dadasi. Qani kel onasi. Yaxshimisiz? Rahmat. Tuzalib qoldingizmi? Rahmat, rahmat. Xayriyat. Rahmat, xudoga shukr. Nusrat, bir pasda bizdan bezor bo'lib, dam olishga keldingmi? Aka, akajon. Barakalla, barakalla.
Rangi ro'ying yaxshi, yaxshisan. Rahmat aka. O'zing yaxshimisan? Xudoga shukr. Barakalla, barakalla. Rahmat. Muborak bo'lsin aka. Rahmat Baxtiyor. Rahmat. Yaxshimisiz? Yaxshimisan? Rahmat Baxtiyor. Baraka top. Rahmat aka. Baxtiyor, Labay. bir ish qil. Xo'sh. Bosh shifokorni yoniga borib ayt. Xo'p. Men boshqa bu yerda turishni istamayman. Men yaxshiman. Ayt, javobimni bersin. Meni Nima nomimdan dedi? ayt, hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Qani bor. Qani o'tiring aka. O'tiraylik-chi. O'tiring, o'tiring. Seni. Ancha yaxshisan. Ko'z tegmasin, ancha yaxshisan. Rahmat aka. Qachon chiqdingiz o'zi? Ko'p bo'lmadi. Dam olishga kelganingni eshitib tezda chiqdim-da. Xursand qildingiz. Xursand qildingiz. Voy qadam bo'ldi, Yaxshi ish bo'pti. Nusrat aka, shifokor javob berdi. O'zingizni ehtiyot qilib, Xo'p, shifokor nazoratida bo'lib turar ekansiz. Menga shuni ta'kidlashdi. bo'ldi. Muammo yo'q. Albatta. Albatta. Eminjon, labay dedi. Kiyimlarim qayerda? Mashinada. Borib olib kel o'g'lim. Bo'la qol, bo'l. Ha, yana bitta xushxabarim bor. Qanaqa xushxabar? Yangi hovli bitta. Nima buyurasiz? Nima buyurardim? Hammamiz birga yangi hovliga boramiz. Boramiz, boramiz. Dadasi, Labbay. biz allaqachon yangi hovliga ko'chib o'tganmiz. Barakalla. Yaxshi qilibsizlar. Hozir hammamiz birga boramiz. Hozir kiyimlarini kiyadi, ketamiz. Aka. Bo'ldi endi. Ha. Maishat qilish kerak, maishat. Rahmat aka. Ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Ha, Radnoy, Ha? qattiq xayol surib nimani o'ylayapsan? Ey Abujon, Abu. Shu yerlarga qarayapman. Bir niyatim bor. Mana shu yerni arendaga berib, puliga shahardagi Novostroykadan uy olaymi yo Novostroykadan 5-6 ta uy olib, keyin sotamiz, pulni tagida qolamiz. Nima deysan? Biz ham bir biznes qilamiz. Shuni fikridaman, Abujon. Menga qara. Biror tanishing yo'qmi uy bo'yicha yoki shu yerda 3-4 ta uy solamizmi? Hovli solamiz, olamiz, yana sotamiz. Yaxshi-ku, to'g'rimi? Qanaqa pul? Pul bor. Nima kamchiligimiz bor? Bizni ham odamlardan kam joyimiz yo'q. Keyin meni haytali biznesmen deyshadi. Qudalarimiz kim bizni? Nusrat bankir. Bizni undan nima kamimiz bor? Biz ham aylantirib o'zimizni aborotni qilaylik. Radnoy, ko'p balandga uchma. Ha, U qudalarni bergan pullarini savol javobi bor hali, ey. qanaqasiga? U odam o'lim yoqasida, Xudo ko'rsatmasin, o'lib qolsa-chi, keyin jaga kelib, pulni chiqar Radnoy desachi, qayerdan berasan? Seni yeringni oladimi yo Novostroykanimi? Shu sen yomon fikrlaringdan qolmading-da, Abu. Qanaqasiga? Men haqiqatni aytyapman. Men spravedliviy odamman. Haqiqatni gapiraman. Menga qara, haqiqat go'y. Odamlar yaxshi niyat, yarim davlat deyshadi. Kevolib meni hamma orzu niyatlarimni bombaga o'xshab yo'q qilasan. Hammasini yo'q qilyapsan. Bir marta yaxshi niyat qilgin, bir marta yaxshi fikrla, iltimos Abujon, shu fikrlaringni tashlamading-da. Tushunmadim. Yaxshi bo'lmay nima unda? Seni balodan qaytaryapman, jigar. Yaxshi niyat qilib turgan joyimda kelib kuchga chiqarasan. Shu fe'lingdan qolmading. Hayotni ko'raylik biz ham, faqat yomon fikrlar keladi seni kallangga. Biror marta yaxshi niyat aytmaysan. Hayotda qimirlaylik, biz ham bir nima qilaylik, iltimos. Ha, hamma niyatlarim yaxshi-ku, Radnoy. Hammasini barbod qilding. Kelasan-u, kuvalda bilan urganday odamni urasan. Qo'liga 1-2 so'm pul tushib, topgan gapini qara buni. Yaxshi ham o'zini puli emas ekan, bo'lmasa odamlar bilan gaplashmaydi bu. O'zi 2 sotix yerda ishla olmaydi-yu, shuncha yerni qanday qilib rulit qiladi? Buni qara.
Ana. Qani aka, ukajon. Kela qol. Buni qara-ya. Xo'sh, Nusratjon, qalay? Gap bo'lishi mumkin emas. Ustalarga gap yo'q. Qanaqa rang aytgan bo'lsam, xuddi shunday Mana qilishdi. Qoyil. Assalomu Bu alaykum. meni momoch. nevaram. Va alaykum assalom. Jiyan, yaxshimisan? Assalom. Jonim. Voy meni shirinim, qani kelchi. Mana uka. Voy o'zim o'rgilay. Bunisini ham qildik. Bunisi esa oshxona. Qanday aytgan bo'lsam, xuddi shunday bo'ldi. Lekin Qoyil. podval. Zerikmading bola? Podvaljon bo'lgan, orqalari zo'r. Hovliga navez qildik. Hali borib ko'ramiz. Kel, Mana, qizim. mana shunaqa gaplar, uka. Ha, Voy asalim. aka, bu yoqqa ham bir o'tib Ha, aylanaylikchi. ketdik, tomosha qilamiz, yuringlar. Mana akajon. Zakajon, tuzni ham olib kel. Xo'p. Ha, radnoy. Nima qilyapsan? Qayerdasan? Yaqinlashib qoldingmi? Xo'p, mayli. Xotiningni ehtiyot qil. Qanaqasiga kim? Kampirni aytyapman, tyo'tyo Husni. U oqshom bilishniklari ishlamayapti. Yana biror joyga kallasi bilan urilmasin. Ayyo, joydan muammo orttirmasdan. Yaxshilab qo'lidan ushlab olgin, tushundingmi? Biz shu Zaka bilan o'tiribmiz. Jizpiz qilgan. Jizbizda. 2 kunlik dunyoda jizbiz yeysan-da. Marhamat. Suyuq ichaverib, ichlarimiz shilvirab ketdi o'zi ham. Bularimiz bo'ldi. Sut, osh bilan. Nima? Faqat sizlar ziyofat tashkil qilasizlarmi? Mayli, xo'p, bo'pti. Bo'pti, xo'p. Keyin gaplashamiz. Zakajon, ovqatingni olib kel. Baxtiyor, Labbay akajon. to'yni masalasi nima bo'ldi? Hayitali mo'ng'illamadimi? Ha? Haytali aka. Xudo! O, Xudo! Mana Haytali. Bo'rini yo'qlasa qulog'i ko'rinadi. Hayitalimi? Xudo! Bitta qulog'ini tashlab ketganmi deyman. O, Xudo! Bor, tur. Darvozani ochchi, nima derkan? Xudo! Qo'y, ozroq chaqirsin. Bu yerni qanday topib keldi, ha bu? Uni Haytali deyishadi. O, Xudo! Xudo! O, Xudo! Labbay, labbay. Mana kelyapman. deyman. Keling, keling aka. Kela qoling, keling. Bormisiz? Rostdan ham Hayitali-yu. Buni ushla, ushla. Ushla, tushib ketmasin. Qani, kel. Ushla. Bir ko'rishib qo'yaylik. Baxtiyorjon. Bola, nega o'tiribsan? Bor, qaramaysanmi? Bor, tur joyingda. Tur o'rningdan. Tursangchi, qara qaynotang keldi, tur. Baxtiyorjon, ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Rahmat. Baraka toping. Qani ber. Ber bu yoqqa. Bu sizlarga. Bu tarvuz o'zimizni dehqonchilikdan. Sen bu tarvuzni yemabsan, bu dunyoga kelmabsan. Bu tarvuzni ichi to'la glyukoza. Tushunyapsanmi? Glyukoza. Ushla, maza qilib yeysan. Jo'ra, seni qudang haqiqatdan ham Haytali. Hayitali bo'lmasdan kim bo'ladi boshqa? Buni ol. Dehqonchilikmi bu? O'zimizni dehqonchilik. Lekin uy juda ham zo'r bo'pti. Xudo? O, Xudo. Keling, keling. Bu yoqdamilar? Keling. Ey, og'zingni yop, sharmanda qilding. Yur. O'zing og'zingni yop. Assalomu alaykum. Yaxshimisan o'g'lim? Rahmat, yaxshi. Yaxshi.
Baraka top. Qo'lingizdagini menga bera kelibsiz. qoling. Assalomu alaykum. Ha, bolam. Ya. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz, Hayitali. Kelibsiz. Qudajon. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Tuzukmisiz? Salomatmisiz? Endi sizni qattiq quchoqlash mumkin emas. Shunday. Sog' salomat bo'ling. Baraka toping. Qudajon, yaxshimisiz? Kelibsan. Assalomu alaykum. Yaxshimisan? Charchamayapsizmi? Yaxshi keldingmi? Baraka toping. Ha, Nusratjon, xudoga shukr tuzalib Rahmat. keldingiz. Hay, juda siqilib, rosa o'yladik-da sizni. Tashakkur. Qani o'tiring. Kampir qo'ymadi. Qudamni ko'rishga boraylik deb hech bo'lishiga qaramasdan men bilan keldi. Shunga ma'zur tutasizlar. Qani, o'tiringlar. Sizni juda yaxshi ko'radi. Rahmat. Qani o'tiringlar. Kampir sho o'tirchi. Ilohim, tanis xat xotirjamlik bo'lsin. Shu uylarda faqat to'ylar bo'lsin. Bizni ham to'ylarimiz tezroq o'tib, qo'sha qarisin. Amin Allohu akbar. Allohu akbar. Lekin Xush kelibsan, Hayitali. bu bolachani tanimadim. Menimcha bitta o'g'lingiz bor edi, quda. Shundaymi? Bu bola kim? Bu singlimning o'g'li. Ha, jiyanmi? Ha, jiyan. Shunday. Shu Baxtiyorjon qo'ng'iroq qildi. Menga quda Ha, kasalxonadan javob berishdi. Uyga olib keldik dedi. Keyin esa qo'ng'iroq qilib, yangi uyingizni manzilini berdi. Keyin shippa kelaverdik. Rahmat. Endi xudo bo'lsa kasalxonaga Yaxshi, borishimiz yaxshi. kerak edi asli. Ha, endi Baxtiyorjon kech xabar berdi-da. Baraka toping. Shunga hech ham oldingizga bora olmadik. Rahmat. Tuzalganingiz o'zi bir davlat. To'g'rimi, Kampirsho? Ha, shunday. Xush kelibsiz. Baraka topishsin. Xudo, Labbay. yangi uylar muborak bo'lsin. Rahmat. Judayam ko'rkam uy bo'pti. Oydek uy bo'pti. Odamni yuziga yorug'lik uradi. Ko'zni oladi. Kim qurgan bo'lsa ham haloli bo'lsin. Avvalgi uyingiz ham yaxshi edi. Lekin bu uy ham zo'r ekan. Bu uy ham zo'r. Nasib qilsin, buyursin. Balo sana bekorga kelmading sen. Muhimi topdik uyingizni. Sog'ligingiz o'zi bir davlat. Ha, iloyim. katta rahmat, Hayitali. Xush kelibsan. Husnora, xush kelibsan. Husnora Kampirsho ham o'rikni juda yaxshi ko'radi-da. Ha? Bittasi sizni qo'lingizda qolsin. Ha, siz yaqinroqsiz. Yo'q, Oling. Sizni qo'lingizdan olsin. Bir yoshlikni eslab oling. Qani, bo'ling, oling. Ha, yo'q. O'zingiz beravering. Hozir endi to'g'ri kelmaydi. Olchi Kampirsho, ol. Quda. Boshqa kasal bo'lmang endi. Siz kasal bo'lsangiz, biz ham kasal bo'lamiz. Rahmat. Sizni sog'ligingiz biz uchun davlat. Rahmat. Umrimda birinchi bor o'ylashga majbur qilgan va mehrimni qozongan go'zalim. Bu? Ha, radnoy. Buncha oppoq kiyinib olibsan, tinchlikmi? Formacha qalay, radnoy? Juda ham zo'r. Chotki, ha? Nima gap, tinchlikmi? Buyuklar aytishadi-yu. Oq kiyim baxtli bo'lishni bildiradi. Endi bir baxtimni oldiga boray. O'shani oldigami? Ha, Guli. Bor unda. Necha yildan beri rezinkaday tortasan. Ko'nglingda bo'lsa, uylan tezroq. Konkretni ishni hal qil. Seni ham boshingni ikkita qilaylik. Meni ham o'yla endi. Iltimos. Radnoy, ishing hal. Problema yo'q. Hozir men borib maslahat qilay, borib gap so'zlarni bilay. Sabrazit qilamiz, sekin. Nasib qilsa, seni ishingni ko'ramiz, maylimi? Tushundingmi? Onasini ismi nima edi? Tamara. Tamaraxonga ayt. Qaytali salom aytdi degan. Bo'ldi. Gariachi salomingni yetkazaman, bo'ptimi? Konkretni Bo'pti, ishingni xo'p. bitirib keyin kelgin, xo'pmi? Bitirib kel. Yana cho'zilib yuraverma. Ishingni qil, Radnoy sen. Abujon.
Nima qilish kerak deding? Mijozlar juda ko'p, xizmat ko'rsatishga ulgurmayapmiz. Keyin shu uchalasiga sizni imzoyingiz va muhringiz kerak. Sen nima qilyapsan bu Biznesimga yerda? ozgina pul kerak edi. Foizsiz aksiya bo'lyapti ekan. 20 kunga pul kerak edi. Shunga kelgandim. O'zing nima qilyapsan bu yerlarda? Gap bo'lishi mumkin emas. Juda zo'r-ku. Ko'p mijoz bo'lsa, yur, xonamga kiraylik. Sen ham pulga keldingmi? Ochiqchasi men ishni qilish kerak. Bugun obedga hech kim chiqmaydi. Panda? Emin? Qalaysan? Yaxshi. Yaxshimisan? Ha, hammasi yaxshi. Rahmat, ko'rinmaysan? Ko'rmabman. Do'stona suhbat qilayotgandik. Qalaysan o'zi? Bo'ladi. Biz chumolimiz-ku, bizni ko'rmaysan. Yo'q, unday dema do'stim. Tinchlikmi? Navbatda turibsan? To'g'risi, foizsiz aksiya qilyapsan. Juda yoqdi. Tilla olib kelgandim 10 kunga. Bir 100 ming somon olmoqchiman. Mashina olayotgandim. Juda yaxshi yig'ibsan-ku. Ha, nima qilaylik? Aksiyani ko'rib keldik-da. Shunaqa. Aytganingda 10 kunga qarz berib turardim. Birodarimni qiynamay dedim. Shusiz ham uyingda problemalaring ko'p. Uylanishing kerak, to'y harakatlari. Uylanish oson emas. Hali o'zing uylansang tushunasan keyin. Ha, unda sen ishlaringni qil. Men xonada bo'laman, xo'pmi? Bo'pti. Bilasanmi bu kim? Kim bu? Shu yerni shefi, yaqin do'stim. Yo'q, Bitta maktabda o'qiganmiz. Hamma do'stlar ham bunaqa bo'la olmaydi. Ha, Ha. marhamat. Uyi shu yerdamidi? Shu yerda edi shekilli. Buni endi qanaqa qilib beraman? Uzukni qanaqa qilib berarkin, ha? Kinolarda qanaqa edi? Yo, o'ng qo'l bilan shundoq qilib berarmidi? Go'la, sevgilim. Abu Radnoy, sen nima qilyapsan? Nahotki sen bitta qizni oldida na koleni o'tirsang, shundoq borda uzukni ber. Sen meniki eding va meniki bo'lib qolasan deb ayt, bo'ldi. Shunga ham shuncha o'ylanasanmi? Qaytalini olib kelasan, bo'ldi. Keyin olib ketasan. Bo'ldi, tamom. Keyin bu yog'i to'yda. Assalomu alaykum, Tamar opa. Salom, Abu. Tinchmisiz, yaxshimisiz? Kel uyga kir. Yo'q, men ketishim kerak. Gulya uydami? Gul ko'tarib kelibsan. Tinchlikmi? Ha, tinchlik. Bir ko'ray degandim. Bir muhim gapim bor edi. Shunga o'zini ko'rib. Gula ketdi. Qanaqasiga? Qayerga? Ishga ketdimi? Yo'q, ishga emas. Bir gap aytsam xafa bo'lmaysanmi? Yo'q, gapiravering. Faqat sen xavotirlanma. Sen bilasan, men seni o'z bolamdek yaxshi ko'raman. U menga quloq solmaydi. U turmushga chiqdi. Nima? Erga tegdi? Qanaqasiga erga tegadi? Oldingi safar kelganingda ular gaplashishardi. Kim bilan gaplashishardi? Men ham hech narsani bilmasdim. Ular menga oxirida aytishdi. Men unga aytdim, u menga quloq solmadi. Unga qancha tushuntirdim, Abu eng yaxshi nomzod deb. Lekin menga u quloq solmadi. Hozirgi yoshlarni bilasan, na otani, na onani gapiga kirishadi. To'y qilishdi-yu ketishdi. Qayerga? Chet elga. Ketdi, ha?
Hayitali sizga salom aytdi. Zaynab. Hozir otam uyg'onadi, keting. Boring. Hozir otam uyg'onib qoladi. Tarvuz olib keldim. Sen uchun palakda birinchi pishganini olib keldim. Sangala, nega keldingiz? Hozir otam uyg'onsa ikkalamizni ham o'ldiradi. Hech narsa bo'lmaydi. Xabari ham yo'q. O'zi qattiq uyquda yotibdi-ku. Aytib bo'lmaydi. Birdaniga uyg'onsa-chi, turing. Otang importni suv ichadi, ha? Sangala, hozir boshimiz baloda qoladi. Xudoga shukr. Turing, keting. Hozir uyg'onadi. Suv shirin ekan. Tezroq keting, hozir uyg'onib qoladi. Tursa ham nima derdi? Ota, tarvuz so'yaymi? Tarvuz emas. Chanqab ketdim. Suv ichaman. Kim u? Oh, Ha? hech kim, ota. Yaxshi. Xo'p. Suv ichay. Ya. Zaynab, meni suvimni kim ichdi? Bananni yedim. Ey Xudoyim. Banan yedim, to'g'ri. Keyin uxlab qoldim. Zo'r banan ekan. Gulya!
O'zingga bir qara. 5 yil o'tdi. Umuman o'zgarmagansan. Kurtkang ham, shapkang ham. Salom. Salom. G'amgin ko'rinasan. Yig'ladingmi? Siz xursand ko'rinasiz. Ha. Tushunasan, bilasan-a meni. Dadam tuzaldi. Kasalxonadan javob berishdi. Shuning uchun xursandman. Butun oilam xursand. Men ham xursandman, Emin. Tinchlikmi? Chaqirganingga biror muammo bormi? Emin, men siz bilan gaplashishim kerak. Keldim. Gapir. Ha. Keldi-ku. Qani kelchi. Nima bo'ldi? G'amginsan? Jigar. Tinchlikmi? Ishing o'xshamadimi deyman? Radnoy. Bir gaping bo'lardi. Esingdami? Aytarding-ku. Hech qachon ayolga va mashinani tormoziga ishonma deb. O'sha gaping to'g'ri ekan. Endi tushundingmi? Sevishish yaxshi, lekin xarajati bor. Benzin quyding, ketding, kelding, ballonni yeb tashlaydi. Motor ishlayaptimi? Yog' yeydi. Suv ichadi, hadavoy aylanadi, uriladi, sinadi. Barcha shu rasxotlar pul. Bunisi bilan ishing yo'q. Sevishish shunaqa bo'ladimi? Nima qilding? Meni salomimni Tamaraxonga yetkazdingmi? Ha, yetkazdim salomingni. Nima dedi? Xursand bo'ldimi? Bilmasam. Menimcha xursand bo'ldi shekilli. Hayot.
ajoyib sinovlari bor. Bu oshiqni shu ahvolga olib keldi. Yo'q, bu puxta. Hali bir balo qiladi bu. Bu yo'lini topadi. Hushyor bu. Oxir meni jiyanim. Avval sizdan kechirim so'ramoqchiman. Kechirim? Nega? O'sha kuni siz bilan gaplashganimizda juda past baland gaplar gapirgan edim. Shuning uchun meni kechiring, Emin. Hech qanaqa gap yo'q. Hammasi joyida. Men o'zimni sizni dadangizga tenglashtirdim. Bu ish xato edi. Har bir farzand uchun ota-ona birinchi o'rinda. Shuning uchun Emin kechirasiz. Kechirim so'rama. Hammasi yaxshi, joyida. Tushunaman. Jahl ustida bu gaplarni aytding. Ha, men ozroq hissiyotga berildim. Alamim bor edi. O'ylamadim. Siz qilgan ishni sizni o'rningizda bo'lganimda men ham qilgan bo'lardim. Siz aytgan gaplaringiz agar mabodo sizga meni fikrim zarur bo'lsa, men qarshi emasman. Siz u qizga uylanishingiz mumkin. O'sha qizga uylanaymi? Ha, Hazlashmayapsanmi? Issig'ing yo'qmi? Yoki chap tomoning bilan turdingmi? Emin, siz hazil deb tushunyapsizmi? Men jiddiy aytyapman, tushunmayapsizmi? O'sha kecha yig'lab o'zingni o'ldirayotganding. Bugun uylan deysan, tushunmadim. Rostdanmi? Ha, rostdan uylanishingiz mumkin. O'zim aylanay. Men bilardim. Sen meni tushunishingni, rozi bo'lishingni ke bir quchoqlay. Emin, odamlar ko'p. Ha, odam ko'pmi? Qanaqasiga kallang ishladi? O'sha kecha shu gapni aytsang bo'lmasmidi? Bekorga shuncha yig'ladim. Emin, men gapimni tugatmadim. Bu klinikani kaliti. Men boshqa ishlashni xohlamayman. Istamayman. Kalitni xotiningizga berishingiz mumkin. Xotiningiz keyinchalik ishlasin. Meni xotinim yo'q. Uylanyapsiz-ku? Hali uylanmadim-ku. Bu o'zingda tursin. Meni bir odatim bor. Bergan narsamni hech qachon qaytarib olmayman. Shuning uchun senda qolsin. Senga direktor bo'lish juda ham yarashadi. Shu yerda. Shu yer senga yarashadi. Emin, bularning hammasi nima uchun? Siz va men bir-birimizga hech kimmiz. Biz hammasiga nuqta qo'ydik, bo'ldi. Hech kim nuqta qo'ymadi. Hammasi joyida. Har bir ishni jiddiy qabul qilish kerak emas. Senga maslahatim, asabiylashsang, qaraysan. Tez Nima, qaraysan. siz biz do'st bo'lamiz deb o'ylayapsizmi? Sizni ishonchingiz komilmi do'st bo'lishimizga? Men sen bilan do'st bo'lmayman. Hali ham rashk qilasan-a? Juda qattiq sevasan-a? Juda ham qattiq-a? Men rashk qilmayapman, Emin. Nima qilyapsan unda? Keling, gapni ko'paytirmang. Jahling chiqsa shunaqa chiroyli bo'lib ketasan. Unda hamkor bo'lamiz. Bo'ladimi? Hamkor? Bo'pti. Bo'pti, Emin, men ketdim. Qayerga ketasan? O'zim olib borib qo'yaman. To'xta, yana xafa bo'ladi-ya. Sevadi, sevmaydi. Sevadi, sevmaydi. Sevadi, sevmaydi. Sevadi, sevmaydi. Sevadi,
Sevmaydi. Sevadi. Sevmaydi. Sevadi. Ha, sevadi ekanmi? Qalaysan Zaynab? Yaxshi Ha. keldingmi? Ha, keldim. Menimcha kecha oqshom Abu aka bilan otang Qudratovlarni urib haydadilar, a? Shunaqami? Otang bermadilarmi? Nima gap bo'ldi, gapir. Gapirsang-chi, nima bo'ldi? Bilasizmi nima singili? Ayt, nima? Otam rozi bo'ldi. Otang har kuni rozi bo'ladi. Zato Abu aka rozi bo'lmaydi-ku. Bu safar aniq. Ham otam rozi bo'ldi, ham akam. Hamma rozi. Ular qalin pulini 2 barobar qilib berishdi. Shuning uchun meni unutolsangiz unuting. Bu safar hammasi aniq tugadi. Qochib ketardi-ku. Afsus, hamma mollarimni sotib bo'ldim-da. Nima uchun sotdingiz? Seni to'yingni men to'xtatdim-ku, xabaring yo'qmi? Qanaqasiga siz to'xtatdingiz, tushunmadim. Men sotdim. Abu akaga pulni berdim. Abu aka esa to'yni to'xtatdi. Sizni mol holingizni meni to'yimga nima daxli bor? Abu aka pulni oldi. Keyin ularga problema qildi. Sizlarnikiga kelishga qo'ymadi. Tushunarli. Siz shu yerda turing. Hech qayerga ketmang, xo'p? Men hozir kelaman. Shu yerda turing. Sevadi. Sevmaydi. Sevadi. Sevmaydi. Sevganida nima bo'lardi? Birga bo'la olmasak baribir. Aka, Ha? Nima deysan? aka. Nega sangalini aldadingiz? Nima? Kim aytdi bu gapni? Shunaqa deb eshitdim. Sangali mol holini sotib, pulini sizga beribdi. Senga bu gapni kim aytdi deb so'radim. Eshitdim. Ya bunaqa gaplarni eshitma. U ish allaqachon hal bo'lgan.
Tushundingmi? Erkaklarning ishiga aralashma. O'zingning ishingni qil. Aniq hal bo'ldimi? Aniq emas, 100% hal bo'lgan. Quloqlaringga ayt. Har nimani eshitmasin. Sangali, Ha? men akamga aytdim, sizdan olgan narsalarni qaytarib beradi. Qanaqasiga qaytarib beradi? Siz hamma narsangizni akamga bergansiz-ku. Akam qaytarib beradi endi hammasini. Abu aka shunday dedimi? Ha, hazil qilmayapman. Aniq shunaqa dedimi Abu aka? Ha, hazilsiz. Akam shunaqa dedi. Akam biror marta meni gapimga yo'q demagan. Men aytdim, rozi bo'ldilar. Unday bo'lsa zo'r-ku. Qochib ketamiz. Qayerga qochasan?